Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, biz navbatdagi telefon xizmatimizni Andijon viloyati Shahrixon tumani Hadircha qishlog'ida Ikromjon akamizni xonadonlarida xudo xolasa chiroyli holatda mana yakuniga yetkazib bermoqdamiz do'stlar. Darvozaxona, ichkari shapka, ko'cha shapka kazirovlar bilan birgalikda. Ikromjon aka, siz bizni qayerdan topdingiz aka? Xizmatlarimiz yoqdimi aka? Nimalarga o'ra bo'ldingiz aka? Shularni ikki og'iz yurtdoshlarga aytib bersangiz, xudo xolasa. Sizlar dedi, men mana shu akam orqali topdim. O mahalladoshimizni bir ikkita joylarda ishlarini ko'rib, telefon nomerini tashlab ketgan ekan. Telefonda gaplashib, ishlari yoqqani uchun biz shu bolani taklif qildik. Xudo xolasa mana qo'llari yengil ekan. Qo'llari dard ko'rmasin. Xizmatlardan mamnun bo'ldingiz. Xizmatlardan mamnun bo'ldik. Allohga shukr, boriga shukr. Hamisha shunchalik xursandchilik qilib, anchalik xohishib ketyapti. İşlariga omadini bersin. Rahmat aka. Allohim niyadan yeting. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Rahmat. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimizni darvozaxonasini hamda mana bu ichkari shapkalarini hamda ko'cha kazirok shapkalari bilan birgalikda xonadon egasini bir dona samarizga ham ovora qilmagan holatda telefonlarini amalga oshirib bermoqdamiz. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa sizlarga ham xonadoninglarga mana shunaqa chiroyli telefonlarni qilib beramiz. Takliflar bo'lsa, aytavering, ishlari zo'r. Rahmat Gap aka. yo'q. Qo'llar dard ko'rmasin. Rahmat aka, rahmat sizga. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa vodiy bo'ylab hozircha xizmatlar amalga oshirilmoqda. Do'stlar, hammalaringga mana shunaqa chiroyli xonadonlarga, mana shunaqa chiroyli telefonlarni qilishingizni tilab qolamiz. Rahmat.